Mashinangizni jarima ballarini ishonchnoma bilan bergan odamingizga o'tkaza olmayapsizmi? Bizda hozir bitta muammoni shunaqa yechimini topdik, eshitsangiz hayron qolasiz. Sug'urtalari bor, ichida ko'rsatilgan o'sha odam, hamma narsa joy-joyida. Lekin sug'urtangiz yo'q deb chiqayotganligi uchun o'tkaza olmayaptilar jarima balansi. Men so'radim. Uni o'zgartirdingizmi, buni o'zgartirdingizmi? Hamma narsani o'rganib 15 minutdan keyin aniqlashimiz bo'yicha mashinani tex pasportini almashtirganlar xolos. Mashinani davlat raqami o'zgarmagan, egasi o'zgarmagan. Bir dona tex pasportni almashtirgani uchun 20 kundan beri nima muammo bo'lyapti, nega o'tkaza olmayapman degan savol bilan o'zlarini qiynab yuribdi. Keyin zudlik bilan yangi sug'urtani qilib berdik. Yangi olingan tex pasport bo'yicha yechimi tayyor bo'ldi. Muammoni yechganimizdan keyin akaning fikrlarini o'zlaringiz eshitdingizlar. Chiqmayapti, страхование deganimdan keyin shu Hasan aka yordam berdilar. Ya'ni muammoni asosiy negizini topib berdilar. Endi o'zlari mutaxassis sifatida baribir chunki o'zi ham qassob bo'lsin deganlarda Hasan aka o'zlari страхованияni boshqa talab olib berganlaridan keyin Seyfrooddan o'tib ketdi. Sug'urta masalalarida yordam kerak bo'lsa tayyormiz. Videoni yaqinlarga jo'natishni esdan chiqmasin.